Nima uchun mana geniyalar bas paytda bo'ladi, juda ham genialni, shunaqangi bolalikda adaryonni, talanti bor, juda ham iste'dodli mana bolalar keyinchalik borib o'sha iste'dodni ko'rmay ketadi. Bunga men bir kitob o'qigandim. Hozir nomi esimda yo'q, kompyuterda qaysidir bir joyda yozilgan bu kitobim bor. Lekin o'sha psixolog shunaqa eksperiment o'tkazadi Amerikada. U где-то bir 50 ta bolani shunaqangi bog'chaga boradigan paytida ularni hammasini ko'rib chiqadi. Qarasa rostdan ham qaysidir bola shu 3 yoshligida уже qara jadvalni biladi, 2 yoshligida borib qanaqadir o'sha bemalol o'qiy oladi. Shunaqangi adaryonni bolalardan, juda ham talantli adaryonni, qanaqadir boshqalardan farq qiladigan aqlli bolalarni hammasini uchotga oladi-da, ularni sekin-sekin nabliyat qilib aytadiki, mana hozir ana shu bolalar hammasi qani ko'ramiz, nechtasi Nobel mukofoti olar ekan. Chunki bulardan juda ham katta geniy chiqadi deydi. O'zini ularni termitlar deb ataydi, по-моему. Keyin o'sha termitlarni tekshira boshlaydi. Keyin mana shu unaqaga maktab paytiga kelganda buni qaraydi-da, juda unaqangi birinchi, ikkinchi sinflarda bir ikkitasida qanaqadir bir yaxshi o'zlashtirish, yaxshi maktabga o'zlashtirayotganini sezadi. Lekin o'smirlik paytiga borganda ko'pchilikka barchalar oilasi neblaполучный bo'ladi, otasi alkogolik bo'ladi, onasi kun bo'yi ishda bo'ladi. Shunaqangi masalan oiladan bo'lganlarning ko'pi yomon ko'chalarga kirib ketadi. Lekin baribir borib o'shani tekshirganda, aqliy tomonini tekshirganda rostdan ham juda ko'p narsalarni tushunadigan, juda ham qanaqadir adaryonni bo'ladi. Bunga men misol qilib yana bir yaqinda bitta film ko'rdim. Человек, который делает деньги, фальшивый монетчик to'g'risida. Unda ham juda ham shunaqangi bir adaryonni odam ko'rsatadi. Bu 1950-yilda bo'lgan voqea. Bu odam nima qiladi? Nima bo'ladi? Talantli bo'ladi. Juda ham qunt bilan o'tirib shunaqangi vnimaniyasi, e'tibor bilan mayda-mayda ishlarni qiladi. Endi uni professiyasini etmagan, lekin o'sha film boshlanganda u borib qanaqadir podpolniy joyda ishlaydi-da, falshiviy dokumentlar qiladi. Keyin o'shanda kelib kimdir uni boshlig'i bo'ladi, o'sha kontorani boshlig'i borib qaysidir bitta boy odamdan katta pullar oladi-da, mana biza pasport qilib beradi, qanaqadir dokumentlar, удостоверениyalar, o'shalarni prям hech qanaqa boshqa nima deydi, o'zini aslidan farq qilmaydigan darajada qilib beradi. Keyin bular pul qilishga o'tadi. Pul qilishga o'tadi. Qanchadir bu katta pullarni ular demak o'sha оборотga kiritib yuboradi. Keyin uni politsiya bilib qoladi. Politsiya bilib qolib, keyin uni orqasidan tushadi. Orqasidan tushib, bularni kontorasini topishadi. Topib bularni hammasini qilmaydi, lekin bu qochib qoladi-da. Keyin o'sha оборудованияni olib, yana ularni o'zlashtirib, keyin o'zini uyida, xotiniga bilmasdan hovlini bir burchagida, o'ziga shunaqangi garajga o'xshagan joyda o'sha apparatlarni olib kelib, sekin-asta o'sha pul qilishni boshlaydi-da. Juda ham rostdan ham qoyillatib pul qiladi, juda zo'r qiladi. Keyin uni bilib qolishadi, qaysidir joyda bilib qolishadi. Где-то bir o'sha paytda 51-yillarda bo'lgan voqea, 10 ming yevroga yaqin pulni shu o'zi falshiviy qilib chiqarib, ularni оборотga kiritib, keyin o'shanda kimdir bilib qoladi-da, keyin uni politsiya orqasidan tushadi. Orqasidan tushib, shu politsiyaning boshlig'i aytadiki, men o'sha pulga qaraydi-da, bu genialni odam deydi. Men deydi tanishmoqchiman. Bu shunchalik ham aqlli bo'ladimi? Hech qatida deydi, qog'ozda ham, uni shiqirlashida ham, keyin o'shani ichkaridagi yashirin simvollarda ham men hech qatida deydi, hech qanaqangi anaqa topmadim, kamchilik topmadim. Faqat bitta kichkina joyda unda podpis qo'ygan bo'ladi. Kichkina joyda nima uchun podpis qo'yibdi? Men bunga qiziqib qoldim deydi. Keyin o'ylab, keyin oxiri topadi. Filmda shunaqangi qanaqadir voqealar bo'lib, keyin uni topadi-da, telefon qilib aytadiki, nimaga sen o'zing podpisini qo'yyapsan? U shunaqangi darajada qilingan, hech kim masalan bilmaydi. Magazinlarda, даже banklarda ham tekshirib, apparatlar buni falshiviligini bilmaydi. Faqat qanaqa mikroskop ostida tekshirganda shu bitta kichkina joyda nimaga o'zing podpisini qo'yding desa, aytadi, menga bu igra deydi. Men deydi, podpisini qo'ydirmasdan deydi, bu bemalol million pulni ham o'tkazishim mumkin edi. Men просто mana uchun igra, menga o'sha qanaqadir qizig'i yo'q pullarni deydi. Keyin shunaqa men deydi, bu prokuror aytadiki, men hozir topsam, sen baribir qidirib topaman. Lekin men seni geniyligingga qoyil qoldim. Men baribir qilmayman seni.
20 yilga baribir qamalasan desa, mayli qamalishga ham tayyorman deydi-da. Keyin shunaqa qilib qanaqadir voqealar bilan keyin uni qamashadi. Uni qamashadi, 20 yilga qamashadi, xotini ajraladi, ikkita bolasi bo'ladi. Keyin o'sha 20 yil o'tiradi, undan keyin chiqqandan keyin yana где-то 2003-yilda o'ladi u. O'shani yana o'sha qanaqa adaryonligigan o'shani naqasini ko'p uchonlar kelib u bilan suhbat qurganda hayron qolishadi. Nimaga sen bu yo'lga kirib ketding deydi. Ana shuni hozir men o'sha stixiyalar bo'yicha tushuntirib bermoqchiman. Rostdan ham biz mana 4-5-kursligimizda psixiatriya shu kursi o'tganda psixiatriyada mana shunaqangi A4 anaqada formatda qog'ozda bitta katta zavodni polностью arxitekturasini chizgan bir endi o'sha psixoanaliz yotgan bitta odam o'shani chizgan. Qalamda, qora qalamda esimizda bor, uni как muzeyda qilib qo'yib qo'ygan, ko'rsatdi. Mana shunaqangi adaryonli odamlar, nima uchun bu adaryonli odam как бы o'sha psixikasi ketgan, u psixoanalizda yotgan. Shunaqangi juda ham adaryonli ishlar bor, mana psixiatrlar biladi. Nima uchun masalan o'shani onga shunaqangi nima deydi, psixическое нарушение boshlanib ketadi, hatto u juda ham adaryonli odam. Bunga javobim mana shu stixiyalarni o'rganib, stixiyalar to'g'risida mana kurs yozganman. O'shanda endi juda ham qiyin kurs. Buni vasha stixiyani tushunish uchun greskiya mifologiyani yaxshi bilish kerak. O'shanda juda ham yaxshi tushuntirib berilgan. Masalan, qaysi kuch bu tabiatdagi 4 ta kuch bor, demak yer, olov, suv, havo. Ana shu 4 ta demak kuchi, 4 ta stixiyani kuchini inson onga olar ekan, o'ziga katta vibratsiyasini ongini olib, o'shanga qarab o'zgarar ekan. Ana endi bu yerda shunaqa narsa bor. Mana bundan oldingi video oldik. Rabskiy asheynik degan. Bu degani masalan birovlarga gapiga kirib ketadigan, o'zini fikri yo'q, demak irodasi bukilgan odamlar bo'ladi. Ana ularda mana bu havo va suv degan mana bu gorizontal, mana gorizontal deydi. Mana shu gorizontal buziladi. Bunda kauzaltanani energiya olishi, stixiyadan kuch olishi buziladi. O'shaning natijasida vo'l bo'lmaydi, iroda bo'lmaydi. Irodasi bukilgan bo'lib, bunaqa odamlar demak qilingan har xil sehr jodularga juda ham demak kirishib ketadi, undan chiqib keta olmaydi. Birovlarning ta'siriga juda ham tushib ketadi. Ana endi bu genialniy odamlar, mana juda ham genialniy odamlarda nima bo'ladi? Genialniy odamlarda bu agar stixiya bo'yicha oladigan bo'lsak, ularda juda katta olov bo'ladi. Juda katta olov bo'ladi, juda katta xohish, juda katta ideya kelgan bo'ladi. Mana bu yerda yer bor. Yer stixiyasi pastda. Mana bu yer stixiyasida endi agar stixiyani tushunadigan bo'lsak, mana shu yerda deydi, mana 3 ta qatlam bo'ladi deydi. Mana sloy diametri deydi, undan keyin re, undan keyin g deydi. Sloy diametri это поверхностный, yuzaki. Masalan, mana dehqon oladigan bo'lsak, u поверхностный, yuzaki o'ylaydi. U juda ham chuqur, e'tibor, unaqa narsalar kuchli bo'lmaydi. U masalan shu yer yuzaki o'sha diametri sloyiga demak hosil ekin ekadi, yig'ib oladi. Demak yer o'zi yuzaki yuzadagi nima deydi, resursini beradi deydi. Lekin uchonli deydi. Uchonli masalan o'ylaydi, unda e'tibor bor deydi. Tochka sborkasi deydi, juda ham tepada bo'ladi. Qancha e'tibor bilan, qancha o'tirib o'ylab, chuqur o'ylab, konsentratsiya qancha yuqori bo'lsa deydi, odam bemalol ana shu stixiyani ikkinchi sloyga kira oladi deydi. U yerda nima yotgan bo'ladi? U yerda informatsiya. Yer qancha chuquriga kirsa, shuncha u yerda informatsiya keladi deydi. Ana bu informatsiyani bu odam o'sha filmda menga yoqqan tomoni shunaqangi o'tirib o'ylab, o'sha qog'ozini ham borib, qaysidir qatorda qog'ozini ham topadi. Keyin o'tirib o'sha emblemalari, simvollar bilan hammasini juda ham chuqur o'tirib, shu chekib o'tirib, o'shani prям genialniy darajada qiladi. Mana shu yer ikkinchi sloyga kirganda, mana shu sloy rega kirganda e'tibor bo'lgandan keyin ana bu informatsiya keladi, qanaqa qilish to'g'risida. Xuddi kashfiyotlar ham hammasi mana shu ikkinchi sloyga kira olgan odamda, kimni agar masalan shu yer stixiyasida e'tibor bo'lsa, unda e'tibor jamlangan bo'lsa, shunaqa kira oladi. Tepadan olov bo'lish kerak, bu xohish bo'lish kerak, juda ham katta ideya bo'lish kerak. Shuni qilaman, mana shuni yarataman, mana lampochkani ixtiro qilgan Edison ham ana shu o'tirib olib, konsentratsiya bilan o'tirib, u sabr toqat bilan, chunki yer stixiyasida bu sabr toqat, bu konsentratsiya, bu o'tirib olib, o'ylab, chuqur kirgan sari yer stixiyasi o'zining informatsiyasini bera boshlaydi. Albatta, uncha olov bo'lish kerak. Dehqonda unaqangi olov bo'lmaydi. Juda ham chuqur o'ylab, konsentratsiya bilan o'tira olmaydi. U hammasi yuzaki. Dehqon deganda mana shu поверхностный odamlar. Поверхностный unaqa ichkariga kirib, глубокий
mislit qiladigan odamlar emas. Undan keyin mana sloy geya deydi. Undan ham chuqur. Endi unda u maglar, u действительно shunaqangi sehrgarlar bo'lgan. Masalan, San Germain deydi, yo bo'lmasa mana shu Meksikada Don Juan degan bu Karl Castanedaning ustozi, u rostdan ham mana shunda bo'lib o'tirib bemalol momaqaldiroq chaqira olgan, bemalol yomg'ir yog'dira olgan. Bu endi odamga shunaqangi kuchlar berilar ekan. Bu degani mana shu kristixiya deydi. Mana shu 4 ta stixiya. Agar juda ham odamda ravnovesiyada bo'lsa, polностью hammasi joyida bo'lsa, odamda keyin atman tanasi. Atman tanasi bu nozik tana. Atman tana полностью informatsiyadan iborat. Bu Alloh bilan Allohdan полностью informatsiya, g'oyalar keladi. Bu mana Elon Muskda atman tana paydo bo'lgan. Masalan, butun dunyoda odamlar hammasi qanaqa Marsga boradi, Marsga qanaqa uchish mumkin deydi, lekin Elon Muskga bemalol o'sha kosmik kорабльga pul kelyapti, bemalol o'sha ideyalar kelyapti. Demakki o'sha narsalarni o'sha atman orqali demak tepadan informatsiya kelyapti. Demak o'sha rostdan ham o'sha Marsda hayot bo'lishi mumkin, hayot qurish mumkin. O'sha bular ideya, lekin yer yuzidagi shuncha odam 7-8 milliard odamni ichida bitta odamda shu fikr paydo bo'ldimi? Demak o'sha injenerlar ham ular hammasi o'ylab o'sha narsani amalga oshirish ustida ishlashyapti. Bu demak atman tanasi. Bu demak mana shunda stixiyalar mana bu bitta bu горизонтал deydi, mana vertikal. Ana yana mana bu geniya, который kriminalga kirib ketgan geniyalarda mana bu vertikal stixiya buziladi. Buni sababi bolaligidan yotgan bo'ladi. Bolalikdan rostdan ham unda yetishmovchilik bo'lgan. Bolalikdan o'ta qanaqadir hissiyotlar, qayerdadir shu boshqa tomondan, kriminal tomondan pul olish mumkin. Shunaqa degan qanaqadir ichkarida bloklar yotibdi. O'sha natijasida mana bu vertikal buzilgani, demak yer olov vertikali buzilganda bu odam boshqa tomonga ketadi. Genialность faqat kriminalda. Rostdan ham kriminal, masalan, mafioziya qiladi ham juda ham genial ishlar qilishadi. Bu hammasi jamiyatga qarshi bo'ladi. Bu yerda demak o'sha yer olov anaqasini bu butxalni tanaga bog'liq. Butxalni tanani yer olov mana bu degan vertikal butxalni tanani ta'minlaydi. Demak energiya bilan butxalni tana bu bizani ценность убеждений deydi. Demak, agar bizada masalan bizani qadr qiymatimiz mana bu shu geni mana falshiva monetchikda uni qadr qiymati demak bolalikdan можно kriminal bilan mumkin degan o'sha qadr qiymat kirib qolgan butxalni tanasida. O'sha tomonga genialность bu kriminal tarafga burilib ketgan. Agar shuning uchun bolalikda uni agar to'g'ri tarbiya bersa bolaga, agar masalan to'g'ri mana o'sha stixiyalarni yo'lga qo'ysa, любой odam deydi mana shu atman tanasi paydo bo'ladi, atman orqali g'oyalar keladi. Inson atman tanasidan g'oya oladi, lekin inson u tarafga o'zi o'ta olmaydi deydi, chunki u Alloh o'sha masofasi deydi, lekin o'ta полностью 100% informatsiya yotadi deydi. Katta ideyalar, katta shunaqangi g'oyalar, katta kuchlar ham, masalan siz qanaqadir bir nimadir yaratmoqchi bo'lsangiz, o'shanga yarasha kuch ham, o'shanga yarasha mablag' ham koinot hammasini yuboradi deydi. Uning uchun rostdan ham ana shu stixiyalarning hammasini ravnovesiyaga kelish kerak. Uning uchun ong osti toza bo'lish kerak. Uning uchun chakraviy sistema yaxshi ishlash kerak. Koinotdan energiya olishni bilish kerak. Shundagina odam, masalan siz bolangizni talantli va qanaqadir bir yaxshi mutaxassis qilib chiqarish mumkin. O'zingiz ham orzungizni amalga oshirish mumkin. Bular hammasi mana shu stixiyalarga bog'liq ekan. Hurmatli obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlar qoldiring. Podpiska bo'ling.